Aziz Nesin degan turk yozuvchisi haqida eshitganmisiz? Aziz Nesinning shunday hikoyasi bor. Bir erkak oilali, farzandlari bor, yaxshi joyda ishlaydi va u bir kuni bir oilasidan ajrashgan beva ayolni yoqtirib qoldi. Uni gulim va jonim deb atay boshladi. Ularning bu muhabbatlaridan erkakning birinchi ayoli xabar topdi va u bilan janjallashdi. Oila esa buzildi. Ajrashgan ayol o'ziga savol berdi. Mening xatoyim qayerda? Nega meni oilam buzildi? Va asta-sekinlik bilan u ham o'ziga qaray boshladi, atrofga qaray boshladi. Va u ham kimningdir guli va joniga aylandi. U erkakning ham oilasi bor edi. Voqea xuddi shunday